4 ta istasizmi? Alo. Hatta. Xo'sh turing. Ya bitta kuch bilan sizga yo'q, birini toptiring. Qani hatta. Bola ichkaridami? Ochildimi? Xudoga shukr. Aka. Kuch bilan ochadigan joy emas bu yerda, aka. Bilolmayman, jahli chiqib qoldi. Aka, bu yerda texnika bilib bo'lmaydi. Yaxshimisan sen? Aka. Shaytonga xayr bering, iltimos. Aka, iltimos. Shaytonga xayr bering. Böyle bana da okuyun. Okey? Okey. Ne böyle de şey. Astagfirullahaladzim. Baca astagfirullahaladzim. Garshular tep tashladilar. Uy CD bo'lib ketdi. Amir chiroyli anaqa qilganida ajri bo'lardi, okey? Qaralaring keyin savdogarlaringiz bo'ldi deydi. Anta qo'rqayotgan bolangiz yuragi o'ynab qoldi, okey? İş böyle oldu. Bizda bola tekan. Yok, ben taşıyorum. Okalarga mayli bo'lsa, ayolingiz bo'lsa, ayningiz qo'ying. Qanday aka, mayli bo'lsa, ajri bo'ladi, aka. Sog'liqsiz. Mana berib siz shayton nima ustingizga mazza qilib. Ko'rayotganingizdek holatda. Bag'ir chaqirib tashlab qo'yib, tushunaman uni asar buzdiradigan joyi bo'lolmaydi, lekin bunaqa payt sabr qilishimiz kerak. Ayol kishi texnika bilib bo'lmaydi. Xonaning ichida xona qoplanib qolganda, bu yoq xonada qolib ketgan chaqaloq bilan bor. Biz ham bunaqa payt o'ynab kelmaymiz. Bizga misol uchun pretenziya bildirmayaptilar, lekin ichkarida baqir chaqirib tashyaptilar-da. Imkon qadar bunaqa paytda odam o'zini bosishi kerak, imkon qadar. Mana misol uchun men ham tez kelaman, balonlarim ham tushib qoldi kalpaklarim. Bunaqa paytda qancha o'zini odam bossa, shuncha ajri bo'ladi. Sanoqli yo'lda biz ham sizga kerak chiqarib olamiz. Agar shu masala uchun qo'ygansiz, so'rayman.